Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bizning kuzatib borayotgan hamyurtlarimiz bugun xudo xohlasa 2025-yil noyabr oyiga o'tib bordik. Mana xudo xohlasa ertaga 1-noyabr. Bizning kuzatib borgan hamyurtlarimiz bugun sizlarga muhim bir yangilikni aytib o'tmoqchiman. Aytmoqchimanki, mashina nomiga o'tkazish bo'yicha video yo'riqnoma bermoqchiman sizlarga. Lekin men mashina temasidan uzoqdaman. Nimaga deganda men mebelchiman, mebel ishlab chiqarish bilan shug'ullanaman. Lekin men shunaqa video qidirdim, izladim, lekin topolmadim. Shuning uchun hozir sizlarga bir qisqacha video qilishni o'zimga bir maqsad qildim. Shu bo'yicha hozir sizlarga aytib o'tmoqchiman. Bu videomiz bo'ladi, mashina nomiga o'tkazish bo'yicha bo'ladi videomiz. Mashina nomiga o'tkazish bo'yicha kimdirlar narx-navosini bilmaydi, o'ylanib yurdi, qachon nomiga o'tkazaman, necha so'm pul topsam nomiga o'tkazaman deb o'ylanib yurdi. Как meningdek bo'ladi. Men ham shuni o'ylab yurganman. Qachon nomiga o'tkazsam bo'ladi, necha so'm pul topsam nomiga o'tkazsam bo'ladi deb o'ylanib yurgan paytlarimda video qidirganman, lekin bu bo'yicha video yo'riqnoma chiqmagan hech qayerda. Bunaqa video yo'riqnoma hech qayerda chiqmaganligi uchun hozir o'zi bunaqa video chiqarish mumkinmi, mumkin emasmi, bu to'g'risida bilmayman. To'g'risi agarda xato qilgan bo'lsam bir qosh qondan kechasizlar. Men to'g'risi hamyurtlarimiz mana internetda hozir mana televizordan ko'ra YouTubedan, Instagramdan ko'p ma'lumotlar izlashadi, Googledan ham izlashadi. Bizni Googledan ham Pro Mebel House deb qidirsangiz topsangiz bo'ladi. Instagram, YouTube, OLX hammalardan qidirib izlab topsangiz bo'ladi bizni. Videoni ko'p cho'zmasdan hozir men sizlarga narx-navosini aytib o'taman. Bu narsani narx-navosini aytsam, hozirning o'zida konkretovat kirib olishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Birinchi notariusga borasiz. Notariusga nomingizni o'tkazish uchun, oldi-sotdi shartnomasi qilish uchun borib hozir notariusga borganingizda o'sha paytda sizga notarius sizga 25 santimetrga 15 santimetr qog'oz chiqarib beradi. Menga shunaqa qog'oz bergan. Siz borib birinchi nima desam ekan siz mashinani sotib olmoqchi bo'lgan odamdan ruxsatnomasini berish kerak bo'ladi. Uning uchun 82.400 so'm pul to'laysiz. Buni qo'shasiz, buni iziga qo'shasiz keyin. Keyin bu yoqda notarius xizmatlari hammasi jami ichida bo'ladi. Keyin 1.524.400 so'm pul to'laysiz. Plus qaligini qo'shasiz. Bu notariusning xonasidan chiqib ketadi, shu bilan to'laysizda, keyin chiqib ketadi shu yerdan. Xudo xohlasa tabriklab chiqazib yuboradi. Keyin siz borasizda, keyin nomer olish uchun borasiz. Nomer olish uchun borganda sizga ariza berasiz. Ariza berish uchun ko'chada o'zi planshet ko'tarib yurgan odamlar bo'ladi. Bizda Xorazmda shunaqa. Men Xorazmdan bu narsani syomka qilib olyapman hozir. Planshet ko'tarib yuradigan gaylar bo'ladi. Shu ko'chada mashinani olib kelasiz. Olib kelgandan keyin stanga qo'yasiz. Qo'ygandan keyin bir qator keyin mashinani hamma joyini tekshiradi. Mana bu nomerlarni tekshiradi. Avvalgi pasportga qaraydi. Qaragandan keyin hammasini rasmiylashtirgandan keyin bo'ldi, mashinangizni chiqarib qo'ying. Nimaga deganda stanka kichkina bo'ladi. Endi hamma joyda menimcha bir xil bo'lsa kerak. 2-3 gektarlab stanka qilib bermaydi hech qachon hech qayerda, yana bilmadim. Mashinani chiqarib qo'yganingizdan keyin nomerni ochasizda, yechib olasizda, keyin mashinani bitta joyga chiqarib kelib, ichkariga kirasiz keyin gayning oldiga. Kelgandan keyin o'zi spesialni o'tirgan shu yerda xodimlar bo'ladi, sizga tushuntiradi hamma narsani. Ichkariga kirganingizda ariza berganingizda sirazi ko'rinadi. Ko'ringandan keyin nomeringizni topshirasiz. Topshirgandan keyin sizni kompyuterga keyin ro'yxatdan o'tkazadi bir qator. Bu hozir auksion raqami emas, to'g'ridan-to'g'ri randomdan chiqarib beradigan raqam bo'yicha ketyapti. Bu hozir mana shu randomdan chiqarib oladigan raqam hozir hammaga budjetning bo'lyapti hozir. Mana hozir birinchi navbatda 60-79 degan raqamdan so'pshina keladi sizga. O'sha kelgan so'pshinaning ichida bo'ladi. O'zining ID raqamlari bo'ladi. O'sha ID raqamlarni ketida keyin shunaqangi summalar kelib chiqib turgan bo'ladi. Bu narsamiz Damas, Cobalt, Nexia, Nexia 2, Labo ishqilib bizni O'zbekistonda ishlab chiqarib turgan mashinalar bo'yicha men xudo xolasa hozircha tushunganim shu. Bu videoni ko'radigan odamlar menimcha ko'pchiligi 70-60%, balkim 50% bilmayman. Hozir statistikasini bilmayman, kechirasizlar, yo'tal tutdi. Bu hozir bu yerda o'sha ID raqamda keladi. 1.442.000 so'm. Buni ham konkretga qo'shing. 1.442.000 so'm. Plus 288.400 so'm. Plus 1.818.080 so'm. Keyin 41.200 so'm pulni to'laysizda, keyin
navbatingiz tugaydi. Shu bilan berganingizdan keyin o'shadan qoldimi keyin hamma narsani ro'yxatdan o'tkazib, siz navbatingiz bo'yicha kutishingizni aytadi keyin. Keyin buning ichida sizga texpasportini beradi, nomer beradi sizga. Notariusdan o'tkazib oldingiz, texpasport bilan nomer olsangiz bo'ldi, bemalol mashina haydab ketaverasiz. U yoqda keyin boshqatdan keyin texosmotordan o'tkazib, sug'urtadan o'tkazasiz. U narsalar ham hozir arzon joyiga emas. Men o'sha Averni oldidagi nima deydi, bir shoxobchaga bordim. O'sha shoxobchaga borganda gaz ballonni gaz ballonni испытанияsi bo'yicha keyin texosmotordan o'tkazganim o'sha narsaga 300 ming so'm pul to'ladim. U yerda texosmotor bilan gaz balloni испытаниясini qog'ozini berdi o'sha yerda. U elektronniy ham bo'lishi mumkin, qog'oz ham berishi mumkin. Men qog'ozini ham olib oldim uni. Keyin sug'urtasini to'g'rilab olasiz. Menimcha sug'urtasi bilan yo'lga kechirasizlar. Sug'urtasi bilan birgalikda 300 ming so'm pul berdim men. O'sha shoxobchada. Shu bilan hozir bu aytib o'tganim mana bu 1.442.000 so'm plus 288.400 so'm plus 2.818.080 so'm 41.020 so'm 41.200 so'm bu pullar umumiy jami. Siz agar shu atrofdagi kassaga borib to'lasangiz ham, payatga borib to'lasangiz ham bu narsani 4.700.000 so'm qilib qoladi sizdan. Balkim 4.020.000 so'm bo'ladi, 4.720.000 bo'lishi mumkin, 4.780.000 bo'lishi mumkin. Eng arzon kassani topib pul to'laganingiz yaxshi. Balkim kreditdan to'lov qiladigan bo'lsangiz 1% ushlashi mumkin. Uni ham sizdan ko'rishingizni tavsiya beraman. Ish qilib hozir mana kalkulyatorga kiraman. Sizlarga umumiy mashinalar nomingizga o'tkazish uchun kerak bo'ladigan summa. Birinchi navbatda bo'ladi 1.524.400 so'm plus 4.700.000 plus 300.000. Shu bilan mashina haydab ketasiz. Mana bu yerda chiqyapti hozir 6.524.400 so'm pul chiqyapti. Xudo xolasa mashina nomingizga o'tkazadigan bo'lsangiz, bemalol shu video rolikni ko'rib, bemalol hisob kitobini qilib olsangiz bo'ladi mashina nomingizga o'tkazish uchun. Men bu videoni olishga qaror qilganimga sabab shunaqa yo'riqnoma topmaganim uchun, qancha summa bilan mashina nomiga o'tkazishimni bilmaganim uchun shu videoni zapis qilishga qaror qildim. Bu videoni ham YouTubedan chopdim, to'g'risi. Agar bu narsani yaratgan videoni egasi agar ko'radigan bo'lsa, endi bu O'zbekistonda emas, chet el videosi ekan bu. Agarda ko'rib qoladigan bo'lsa, shu narsaga avtoriska bermasligini so'rab qo'ygan bo'lardim. Xudo xolasa videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta layklarni bosib, izohlarda fikringizni qoldirishingizni so'rab qolaman. Agarda savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol savol berishingizni so'rayman. Agarda ovoz tez yozilgan yoki aksentda aytgan bo'lsam, bemalol izoh yozsangiz bo'ladi. Ja bo'lmasa shu yerda telefon raqamimni qoldirganman. Opsiyada bu zakaz olish uchun. Agar bu bo'yicha savollar ham kerak bo'ladigan bo'lsa, qo'ldan kelgancha tushuntirib boraman. Agarda tushunmaydigan odam bo'lsa. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta laykni bosib, обязательно obuna bo'lib, kolokolchikni yoqib qo'yishingizni so'rab qolaman. Izohlarda fikrlaringizni qoldirib o'tinglar. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Agarda mebel xizmatlari ham kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab mebellar ishlab chiqarishimiz davom qilyapti. Xudo xolasa katta chegirmalarimiz ham bor. Xudo xolasa agar bizdan 2-3 ta agar mebel zakaz qiladigan bo'lsa, 5% dan 25% gacha ham chegirma qilib beramiz. Xudo xolasa bizdan kuzatishda davom eting. Bizni korxonamiz Pro Mebel House korxonasi. Brendimizga keladigan bo'lsak, Urganch eng oldin mebellar. Bizdan kuzatishda davom eting. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, aytganimdek videoga layk bosib, обязательно izohlarda fikrlaringizni yozib o'tinglar. Bizdan kuzatishda davom eting. Rahmat.